Assalomu alaykum barchaga. Men doktor Sarita Kumari. Men ayollar saratoni bo'yicha mutaxassisman, ya'ni ginekolog-onkologman. Men Hindistonning Dehli shahridagi Max kasalxonasida faoliyat yuritaman. Biz ayollarda uchraydigan saraton kasalliklarini kompleks tarzda davolashga ixtisoslashganmiz. Bular bachadon saratoni, tuxumdon saratoni, bachadon bo'yni saratoni, ko'krak bezi saratoni va ayollarning intim soha saratonlarini o'z ichiga oladi. Agar sizda ushbu a'zolar bilan bog'liq xavotirli belgilar bo'lsa, masalan, ko'krakda shish yoki tugun sezilsa, pastki sohalarda g'ayritabiiy qon ketish bo'lsa, uzoq davom etayotgan oq ajralmalar bo'lsa, biopsiya natijalari saratonga shubha uyg'otsa yoki ultratovush tekshiruvida bachadon yoki tuxumdonlarda shubhali massa aniqlansa, siz bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bemorlarni mutaxassislar jamoasi bilan davolaymiz. Bu jamoa tarkibiga tibbiy onkolog, nur